Salom o'rtoqlar, hozir biz sizlar bilan qanaqa qilib tekin Robux olishni ko'rsataman. Menda hozir 3 Robuxim bor, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'p kiyimni olganman chunki va bu Robuxlarni olish uchun juda ham ko'p vaqt ketmagan. Sizlarga ko'rsataman. Nima sotib olganlarimni. Mana bu kromili, mana bu kiyimni. Bu kiyimni shaxsiy o'zim men yaratganman, to'g'ri yasaganman va bu atiga necha Robux edi? Yozilmagan ekan, hozir esimdan chiqib qolgan. 5 Robux. 5 Robuxga mana shunday chiroyli ko'ylakni olishingiz mumkin. Endi keyingisi. T-shirt. Açık saçı. Mayli, keyin ko'rsataman bularni. Mana bu ko'ynaga bu atiga 5 Robuxga olingan tepapasi. Mana bunaqa chiroyli ko'ynagam. Va mana bunda chiroyligina o'rdekchali ko'ynak. Bu eng yaxshi ko'rgan ko'ynaklarimdan bittasi. Va mana bunaqa shim. Xo'p, bularni qanaqa qilib bo'lganimni ko'rsataman. Agar sizlar ham bunaqa ko'ynaklar 5 Robuxli bo'lishini xohlasanglar, nima qilishni hozir ko'rsataman. Bundan keyin qanaqa qilib tekin Robux olgandan keyin. Men buni qaranglar, chiroyligini hozir pul olgandan keyin sizlarga ko'rsataman buni. Sotib olganimni. Ketdikmi? Unda bo'la qolinglar. Xo'p, birinchi Roblox Land deb yozamiz. Roblox Land. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu birinchi saytga kiramiz. Ustiga bosamiz va ozgincha kutamiz. Hozir ochib olishini kutamiz. Nimadir neto bo'lib qoldi. Ochilib qolsa-chi. Nimagadir hozir ko'rsatmayapti. Hozir yana bundan tashqari yana boshqa qanaqadir ham sotuvsi bo'ladi. Roblox Ris. Mana bu ko'rayotganingizda mana shuni ustiga bosamiz. Ko'rayotganingizda buni hozir tarjimasini aytib beraman. Tekin Robux deb yozilgan. Inglizchada faqat. Mamga hozir kirishingizda hozir mana yoki o'zingizlarning ism sharifinglarni yozasizlar. Ism sharif deganda Robloxdagi birinchi isminglar va ikkinchi isminglarni yozasizlar. Buni adashsanglar boshqa odam akkauntiga kirib ketib qoladi. Shuning uchun adashmasdan yozinglar. Xo'p. Ketdik bo'lmasam. Start now. Mana. Username mana Kitty Chan 685. Start. Aytgancha hozir kutib turing. Bu hozir noto'g'ri ketib qoladi. Roblox bossanglar mana. Endi start now bosasizlar. Robloxga kiriladi bunda. Shuning uchun kirish ham oson. Ana kirilyapti. Hozir ko'ramiz. Mana ko'rayotganingizda Robuxim turibdi. Endi hozir olishni ko'rsataman.
Hozir ancha esimdan chiqib qoldi, chunki men bunda anchadan beri ishlamayaptim. Men ko'pincha Roblox Rest emas, Roblox Land ishlayotgandim. Shuning uchun jamchi esimda qolmagan. Chat voy bo'ldi. Mana ikkinchisini bosar ekansizlar. Agar mana shu odamni har bitta anaqasiga Discorddagi, Instagramdagi, TikTokdagi, YouTube'dagi kanallariga obuna bo'lsanglar, sizlarga mana bu yerda PTS degan yozuv turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana shu yozuvni mana o'sha Robux bo'ladi. O'sha Robuxda beradi mamtiga подписчика bo'lsanglar. Xo'p. Endi mana bu yerga любой bittasini tanlaymiz. Xo'p. Qaysi birini tanlasam ekan? Mana bu yerda o'yinlarkini qilsa bo'lar ekan. Masalan, mana bu ice cream in a sea deb yozilganga kiramiz. Qanaqa qilib olishni aytib ketaman. Mana birinchi 50 Robux teppa-tekinga o'yin o'ynab olsanglar bo'ladi. Faqat mana bu yerdagi levelinglar 400 gacha bo'lishi shart. Bo'lmasam bo'lmaydi. Birinchi darajali 100 ga ko'tarilishi kerak. O'sha 100 ga ko'tarilganda 5 Robux beriladi. Keyin 200 bo'lganda 10 Robux berib ketadi. Complete level 300 bo'lganda darajali 12 Robux beradi va oxirgisi levelinglar 400 bo'lganda hammasini bajargan bo'lasizlar. Keyin mana bu earn degan yon qo'shilgan 50 ga bosasizlar ustiga. O'shanda sizlarga teppa-tekinga Robux beriladi. Agar yana bundan ham ko'proq Robux haqidagi ma'lumotlar olmoqchi bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.